Jasurni hech qachon unutmaymiz. Urug'dor, seni ham umring uzoq bo'lsin. Ilohim keyingi yillarga Xudo xolisa oyog'i turib ketgan. Yugurib konsertlar beradi. Xudo xolisa butun mana shu yerda yig'ilgan hamma muxlislar duodamiz. Xudo xolisa. Agar bugun yoningizda do'stingiz bo'lsa yoki uyga borganda do'stingizni ko'rsangiz, Ummon guruhini nomidan, qolaversa o'zingizning nomingizdan bag'ringizga bosib qo'ying. Shuncha inson oldida o'rtoqman bag'rimga bosmoqchiman. Umring uzoq bo'lsin. Yana bir kichik ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ummon guruhini deyarli 100% so'zini, musiqasini o'rtog'im yozgan, do'stim yozgan. Asl inoyatimiz-da. Xudo xolisa keyingi yillarga yugurib konsertlar beramiz o'rtoq. Hammamiz duodamiz, Xudo xolisa. Yana bir narsa, bu zalda bizning do'stlarimiz o'tirishibdi, qadrdonlarimiz o'tirishibdi. Ular ham sog' bo'lishsin, yaxshi va yomon kunlarimizda doim yonimizda bo'lishdi. Guruh tarqalganda ham, guruh birlashganda ham har doim bizani qo'llab-quvvatlashdi. Yomonini bugun yetmadik. O'shaning uchun menimcha navbatdagi qo'shiq, qaysi qo'shiqligini